Melek! Ya Melek! Çıkar ya. Ha? Ne oldu? Hey, Digine. Biz toy qilgan men sen qo'l tekkizib baxdimmi? Yo'q. Anda biz toy qilgan seni pulsiz qo'yib baxdim bir haqiqatdan. Yo'q, nima ish bo'ldi? Vay, nima ish bo'lganini so'ramay gapimni javob ber. Toy qilgan men sen bir bayramingni so'g'asiz qo'yib baxdimmi? Yo'q. Yo'q. Endi siz nima qilganingiz? Men sening yerga o'tirib beshna qilsam bo'lamda? Qo'limdan kelib yaxshilik qilsam sana qaytgan javobing mushmasini? Ey dadisi, adamni jiddiylashtirmay bir aniqini dag'li men nima ish qildim-a? Nima ish qilibdimi? Nima ish qilganingni o'zing bilasan. Ku, men nimani xato qildim, hech bir bilmay qoldim-a? Rost bilmaysiz shundami? Rost, yo'q, men bilmadim. Ma'qula. Rost bilmaysizmi? Bugun cho'qim meniqligan bu ishni. Albatta bugun cho'qim meniqlan. Bu zodi. Rost. Ish kunga pul tutsa jiddiy ishlatib men mashina qilmasam bo'lmaydi. Hech zodi nima ish bo'ldi? Hey, nima ish bo'lganini so'rama. Ata bular. Necha pul ketishini qat'iy nazar bugun cho'qim meniqlayman men mashina. Ata chaqam bular. Aytdim. Tuttu ha uyda. Ben kelgicha uqdingmi? Aras. Ben kelishdim buni hech kim bilan telefon bilan anglashma ha? Gapini beqilish olmoqdingmi? Aras olib keladi, telefonlab kelsa hech kim bilan ko'rishamaysan. Mush bet tuttu ha? Ben bir aniqlab kelay mana shuni. Nima? Achchig'im kelib turganda qarab tur ha, men bir kelay qani. Usta, nima ish bo'lgan tunonga? Otam yo opam bilan istishib qolganmidi ya bu? Ha, qanday qilaman? Nima ish bo'lgan buningga? Bir og'inam Xpes gap qilib qo'yganmidi ya buningga? Ha, shu topib telefon qilaysam ya telefon yo'q yanimda. Telefonim olib chiqatdi. Qanday qilaman endi? Ha? Keldingmi dadisi? Ha. Qanday bo'ldi? Nima qanday bo'ldi? Shu oqshomgi shu. Akşam qish? Ha? Vay, aran tug'anda men nervimni o'latmay, men binjangni suv olib chiqaman ha. Vay, beshim og'rib ketib bordi meniki. Ha, ma'qul. Ha, mana masalamroq Kevsar limon. Bo'lamdimi shu? Bo'libdi, odam ish qolmaydi. Bu Kevsar limondan boshqasi bo'lmaydi menga. Mana 20% limon bor. Bu haqiqiy qo'qoqning dushmani mana bu. Bu miqdorimiz yo'q meniki. Haqiqiy menda ishsak bosh og'rig'ini ichib qo'ysak joyiga boradi. Limon olsang, men senga deb qo'yay. Mush Kevsar markasini qalab olibdingmi? Boshqasini men yoqtirmayman ya? Ma'qul. Ha, mush olmasa, nervim chejilib turganda meniki. Dadisi, oqshomgi ish qanday bo'ldi? Oydinlashtira oldingmi? Akşamki? Ey, aram bir unutib ketay deb tursam, yana esimga solding o ishni. Buni yoq so'ramajma ishni men senga deb qo'yay. Bunday qanday qilib qolmoqdingmi? Dadisi, qas qilqim deysizlar? Ey, mendan maganni so'rama, bundaki esimga solmadi deb senga. Ma'qul. Bunday qilqadimmi bu? Nima ishni xato qilib qo'ygan bo'g'itdim. Yerim unutib ketay debasa, men uni ko'chlab nima qilaman? Dö. Dadisi, so'stib putonni yeb qo'ymi? Ha, mayli. Ha, ma'qul. Og'illa. Xotindan qanday ruxsat so'rashni bildingmi? Oqshom taqtiq jo'nab keldi. 2000 ko'y xaylab keldi. So'rabmi yo'qmi, nega vadimmi yo'q tugidi mana. Bugun vaqam bo'lsam, bugun olim demaysiz.